إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. Ayollar Oysha onamiz kechasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketganlarida orqalaridan kuzatib borganlarni hujjat qilib, erining nima qilayotgani, kimlar bilan gaplashib yurganini bilish uchun o'zini yoki telefonini tekshirishi joizmi? Bu josuslikka kirmaydimi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Bu josuslikka kirayotgan narsa bu. Erni telefonini titkilash va uni kovlash masalan ishlarini yoki orqasidan odam qo'yishlik, bu albatta josuslikka kirayotgan narsa. Xotin kishini ya'ni mo'min soliha ayolni qilayotgan ish emas bu. O'ziga o'zi muammo orttirmoqchi bo'lgan ayol mana shu ishni qiladi. Bu ishni qilgan mana voqelikda ko'ring, misol tariqasida hamma bilsa kerak buni misollarini. Qaysi ayol foyda topgan shuni orqasidan qilib? Erini ushlab olib nima foyda topadi? Ushlab oldi ham deylik, telefondan bitta masalan kim bilandir gaplashgandir, masalan yo bir xotini bordir uni shu yashirib yurgan ekan, ani qo'lga tushding deb uni tirab bo'yniga qo'ydi. Nima foyda topadi keyin? Yo zo'r tirab o'sha erini, o'sha uylangan xotinni taloq qildirib yorib, uni butun tavqi la'natiga sazovor bo'ladi bu ayol. U mazluma bo'lib buni la'natlab ketadi. Kechalari duo qilsa agar bu ijobat bo'ladi mana shunday holatda. Chunki mazlumning duosi ijobat. Bu zolimlarcha buni haydatib yoradi. Qo'rqmaydimi Allohdan, o'sha u duoibat qilishdan qo'rqmaydimi inson? Chunki haqqi emas buni, zolim bo'lyapti bu. O'shani mana ushlab oldim, qo'lga tushdi erim deb, uni ko'pchilik bo'lib kelib, uni qisib, qo'rqitib, boshqa qilib, yo men javobim berasan, yo uni javobini berasan deb uni haydatadi. Mana bu narsa o'ziga zarar bo'ladi. Uni haydatsa yoki o'zi haydalib ketadi. Yoki bo'lmasa ham unga erga kuchi yeta olmasa, yig'lab siqtab o'sha qayg'uda yashaydi. Kim foyda topgan mana shuni orqasidan? Ayting, birorta odam foyda topmaydi. Birorta odam foyda topmaydi. Bu faqat o'ziga zarar bu. Shuning uchun ham islomda agar yaxshilab qarasak biz ahkomlari mana shunaqangi tag'ofulga qurilgan. Shayximiz Abu Ishoq hafizahulloh aytardilar. Tis'atu asharis salama fit tag'oful. Agar salomat 10 ta desak, 10 ta. Shundan 9 tasi odam e'tiborsizligida deydi, o'zini bilmaslikka olishlikda deydi. Ana o'shanda salomat yuradi inson. Anaqangi qilib chuqalab telefonini ba'zi bir ayollarda eshitamiz, telefonini erining telefonidan telegrammaga o'ziga o'tkazib olgan, kameralarni ishlatayotgan, o'shani ko'rsatgan juda ham. Shunaqa holatlar bo'ladi. Nimaga erishadi o'sha ayol? Gunohkor bo'ladi. Bu bir hayotida faqatgina shu qayg'uga duchor bo'ladi. O'zini o'zi g'amga botiradi. Bu misolini hamma biladi bu narsani. Hech kim foyda topmaydi bu ishdan. Shuning uchun aqlli odam, soliha ayol bu ishni qilmaydi hech qachon. Bu josuslik bu. Erni hurmat qilmaslik bo'ladi. Ayol kishi o'zini qadrini bilish kerak. Ayolning o'zini qadri bor, erkakning o'zini qadri bor. O'zini qadrini bilib, o'sha qadrida turgan odamni Alloh rahim qilsin. Rahimallohu imro'an arafa qadrahu fa waqafa indahu. O'zini qadrini bilib shu qadrida to'xtagan odamni Alloh rahim qilsin. O'ziga o'zi qiladi bunaqa qilgan odam. Shuning uchun bu aytgan narsa dalil bo'lmaydi. Oysha onamizning qilgan ishlari rashkdan qilgan narsalari. Ayol kishi rashkdan nimadir qilgan bo'lsa, ana qilibdi-ku deb turib hujjat qilib olishlik to'g'ri bo'ladimi? Sahobalarning ichida ichganlari bo'lgan. Sahobalarning ichida mana Rasulullohning oldiga kelib, Rasulullohni kuldirib yuradigan bir himor deb laqablanadigan bir sahobiy bor edi. Rasululloh gaplariga kulardilar uni. Ya'ni yaxshi gapirardi, chiroyli gapirardi, Rasululloh kulib turardilar. Rasulullohni yaxshi ko'rardi o'sha odam. Keyin ichib kelardi, ba'zan ichib qo'yardi, keyin Rasululloh urardilar, sahobalar urardi. Bir kuni ichib kelganda bir sahobiy la'natlagan. Uyatsiz bu la'natni shuncha ichib kelaveradi deganda Rasululloh aytdilarki, buni so'kmagin, la'natlamagin. Bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi deganlar. Endi o'sha sahobiy mana ichar ekan, ichsak bo'laveradi biz ham deb ichish kerakmi? Endi bir sahobalarda ichida zino qilganlari bo'lgan. Lekin u unga tavba qilgan. Masalan, Maiz zino qildi va u toshbo'ron qilib o'ldirildi. Maiz zino qilgan ekan, biz ham zino qilaylik deydimi aqlli odam? Kim aytadi buni? Oysha onamiz ayolligi bilan, rashk bilan mana shunday ishni qilgan bo'lsa, Alloh kechirsin, kechirgan u kishini deb umid qilamiz. Bu narsani to'g'ri ekan, bo'ldi, endi ergashsak bo'ladi degani emas-da. Biz uchun Rasululloh namuna. O'sha ishlarni noto'g'riligini, o'sha voqeani oxirigacha eshiting, shu hadisda o'zida Rasululloh tanbeh berib qo'yganlar. Sen nima deding? Sen bu qilgan ishing degan ma'noda.
hatto Oysha onamiz o'zlari hijolat bo'lganliklaridan gapni boshqa yoqqa burishlik uchun ey Rasululloh qabristonga borsam nima deb duo qilaman deb gapni boshqa yoqqa burib ketganlar. Rasululloh to'xta, gapni burma, sen aylantirma, sen nega chiqding orqamdan demadilar. Erkak kishini ham bu yerda hozir xotiniga to'g'rilikka yo'l ko'rsatishlik uchun iloji boricha shu mayli deb yopti qilishligiga dalil bo'ladi bu. Rasululloh birdan xuddi hech narsa bo'lmaganda agar qabristonga borsang mamda duo qilasan. Foydali ilm bo'lib qoldi hammamiz uchun. Shuning uchun bu narsalarda biz dalil olar ekanmiz. Mana u sahobiy zino qilgan ekan deb zinoga dalil olsa, mana u sahobiy ichib qo'ygan ekan deb ichishga dalil olsa, bu qanaqangi bu din bo'ladi bizda? Biz uchun namuna nima bo'ladi? Odamlarning adashishligimi yoki Rasulullohning sunnatlari va sahobalarning holatimi bizga? Rasulullohning sunnatlari va sahobalarning shu Rasulullohning sunnatlarini qanday tushunib, qanday amal qilganliklari. Mana shuning uchun bunda o'zi asli bunda ozroq gapni cho'zib yubordim men. Chunki juda ham ahamiyati katta narsa shu. Ko'p holatlarda eshityapmiz, ayollar erini orqasidan odam qo'yganligi, ikkinchi xotinning oldiga, uyini oldiga odam qo'yib qo'ygan ekan, borgan ekan, erini ushlab olibdi ekan deyiladi. Nima qilding sen ushlab, nimaga erishding sen ushlab? Nimani ushlab olding sen? Erini sharmanda qilmoqchimi odamlar ichida? Bu yerda hurmat izzat qani endi? Erini qadri qani bu yerda? Bu harom ish qilgani yo'q, zino ish qilgani yo'q. Bitta muslimani olgan bo'lsa, sunnatga amal qilaman degan bo'lsa, shu seni hurmatingni qilib senga aytmay yurgan bo'lsa shu odam, xursand bo'lmaysanmiki? Shu meni shuncha qadrlab, avaylab aytmagan ekan demaysanmi undan ko'ra? Unday qilib turib buni telefonini tekshirib, boshqa qilib keyin muammo chiqarib hech qanaqangi bir foydaga erishmaydi inson bu bilan. Allohu a'lam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلا